Insonlar hammaga assalomu alaykum. Siz bilan yana Yorqinbek Safarovich va bugun gaplashadigan mavzuyimiz juda ham muhim. Mavzuni boshlashdan oldin men sizga bitta savol beraman. Nima deb o'ylaysiz? Garvard yoki shunga o'xshagan top 10, top 20, top 50, top 100 universitetlarga 100% gacha grant bilan kirish qanchalik real? Bu narsa o'zi hozirgi kunda ham mumkinmi yoki bu shunchaki Instagramdagi chiroyli postlar, videolar? Aynan mana shu savolga javob berish uchun bugungi videoni olyapmiz, chunki juda ham ko'p o'quvchilarimizdan, shuningdek ota-onalardan bu narsa keldi. Ya'ni biz eshityapmiz, u yoqdan bu yoqdan mana shu o'zbek bolasi kiribdi, mana shu o'zbek bolasi grant yutibdi, qanaqa qilgan, nima qilgan bila olmayapmiz. Shu uchun sizga murojaat qilyapmiz degan savollar menga o'zimga shaxsan ko'p keldi. Shu sababdan mana shu videoni bitta qilib umumiy javob sifatida olishga harakat qilyapmiz, xudo xolisa siz uchun. Bugun sizga qanaqadir motivatsiya yoki boshqa narsa bermayman, real mexanizmni qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman, aniq tavsiya va maslahatlar bilan. Birinchi navbatda tushunib olishimiz kerak, top universitet o'zi nima va nimaga aynan top universitetda o'qishga harakat qilish kerak, qanaqa imkoniyatlari bor. Imkoniyatlarni qisman bo'lsa-da tushunsangiz kerak, chunki bu universitetlarning diplomlari dunyo bo'yicha eng kuchli va xohlagan davlatda, xohlagan sharoitda, xohlagan ishda va xohlagan maoshga ishlash imkoniyatini beradi. Shu sababdan ham biz top universitetlarga harakat qilamiz. Umuman o'zi universitetlarni qanaqa qilib ajratib olamiz deydigan bo'lsak, bu uchun mana videoni boshida sizga bir nechta veb-saytlar berib ketaman. O'zingiz uchun universitetlarni, demak, ro'yxatga olishingiz uchun, universitetlarni, demak, bir-biridan ajratib olishimiz uchun. Birinchisi topuniversities.com, bu QS World University Rankings tashkilotini, nashriyotini o'zini rasmiy sahifasi hisoblanadi. Har yili reytinglar o'zgaradi. Mana shu yoqdagi top 10, top 20, 50, 100, top 300 universitetlarni ko'zlab, o'zingizning kuchingizdan kelib chiqib universitet tanlab topshirsangiz bo'ladi. Bizda masalan har xil ko'zga ko'ringan universitetlar bor, hamma biladigan, hatto bunaqa saytlarga qaramasdan ham biz qaysilarini bilamiz. Masalan, Amerikadan Garvardni bilamiz, MITni bilamiz, kimdir Stanfordda eshitgan bo'lishi mumkin yoki boshqa universitetlar haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari Britaniyadan Cambridge, Oxfordga o'xshagan nomdor universitetlarni bilamiz. Aynan mana shunaqa universitetlarni reytinglari va nima bo'yicha ular boshqa universitetlardan ustunroq ekanligini mana shu saytlardan va bundan tashqari o'sha universitetlarning o'zini rasmiy sahifalaridan bilib olishingiz mumkin. Har doim universitetlarning o'zi haqidagi ma'lumotni aynan ularning o'zini universitet saytidan topishni maslahat bergan bo'lar. Bu joylar tasodifiy narsa emas. Bular o'z-o'zidan tepaga chiqib qolmagan va bularga kirish oson bo'lmaydi. Demak, global raqobatdan kelib chiqib, beriladigan takliflardan kelib chiqib yuqori o'rinlarga qo'yiladi va bularni qabul ko'rsatkichlari juda ham past bo'ladi. Maksimum omadingiz kelgan yillarda 10% gacha bo'lishi mumkin, lekin aksariyat holatlarda 3% dan 5% gacha aylanadi. Mana shu yuqorida aytilgan universitetlar uchun, aynan top 10-20 uchun. Universitet reytingi pasayib borgani sari ularni kirish foizi ham sekin-sekin oshib ketaveradi. Nisbatan masalan kirish foizi balandroq bo'lgan 50-60% yaxshi universitetlarni ham topishingiz mumkin. Men bu yerda top universitet deganim faqatgina hamma o'quvchi aynan mana shu top universitetlarga yopishi shart emas. Chunki bu yerda raqobat shundoq ham kuchli. Agar raqobatda yengib o'ta olishga ishonchingiz komil bo'lsa, bunga vaqtingiz va resurslaringiz yetarli bo'lsagina harakat qilsangiz bo'ladi, realistik maqsad qo'ygan holatda. Aynan mana shunaqa resurslar qanday bo'ladi va qancha vaqt ketadi, sizni o'z kuchingiz yetadimi, yo'qmi? Bu videoda batafsil bilib olasiz. Birinchi navbatda hozirgi vaqtda imkoniyatlar juda ham ko'p va mana shu yerda savol tug'iladi. O'zbekiston sharoitida iqtidorli yoshlar har yili minglab, kerak bo'lsa 10 minglab yetishib chiqyapti, lekin nimaga bizani universitetlarga ketayotgan grant bilan chetda o'qish imkoniyatiga ega bo'layotgan yoshlarimiz shunchalik kam? Hozirgi vaqtdagi, demak, oddiy o'zbek o'quvchisini, maktab o'quvchisini holatini bitta ko'rib chiqamiz. Ya'ni uni iqtidori bor, bilimi bor, lekin nima uchun ular masalan universitetlardan qolib ketyapti, nimaga imkoniyatdan foydalana olmayapti? Birinchi navbatda hamma narsaga aybdor narsa bu kech start, kech boshlash. Bunga faqat o'quvchi emas, balki ko'proq ota-onalari ham mas'uliyatli deb o'ylayman, chunki ota-ona farzandi bilan ertaroqdan ishlamasa, chetda o'qitish maqsadi bor bo'lsa, demak ertaroqdan boshlash kerak. Agar kechiktirib, masalan, xuddi o'zbek universitetlariga tayyorlaganday tayyorlasa, shunga qarab yondashsa, 10-sinfdan keyin boshlaydi yoki o'sha 9-sinf oxirida repetitor beramiz yoki 11-sinfda repetitorga beramiz, keyin tayyorlanib oladi 1 yil ichida degan yondashuv qiladigan bo'lsangiz, imkoniyatlar deyarli nolga tenglashadi yaxshi universitetlardan yaxshi grant yutishga. Yani 11-sinf juda ham kech, 10-sinf ham nisbatan demak ba'zi universitetlarga, top universitetlarga kechlik qilishi mumkin. Bu birinchi bizning xatoyimiz,
kechikishimiz yoki o'sha ma'lumotlardan bexabarligimiz, loqaydligimiz. Ikkinchisi faqat IELTS bilan cheklanib qolish. IELTS bizda juda ham ingliz tilida hyped up deydi, hype darajasiga chiqib ketgan. Hamma faqat IELTSni zo'r qilishga harakat qiladi. Hamma masalan IELTSga qarab statusni o'lchaydi. Bir-biri bilan IELTS natijasiga ko'ra bellashadi. IELTS esa bu sizga top universitetga kirishda faqat birinchi bosqich. Bu bilan nima demoqchiman? IELTS olganingizdan keyin universitetga topshirishga masalan birinchi talabini qondirgan bo'lasiz xolos. Bu yoqda talablari juda ham ko'p va birinchi talabi shunchaki ingliz tilini bilishlik. Ingliz tilini bilishingizga ishonch hosil qiladigan bo'lsa, bu IELTS bo'lishi mumkin, bu TOEFL sertifikati bo'lishi mumkin, bu hattoki Duolingo bo'lishi mumkin agar o'sha universitet tan oladigan bo'lsa, yoki ba'zi universitetlarning hatto o'zini ichki imtihoni ham bor. Siz ingliz tilini yetarlicha bilishingizni ko'rsatib bersangiz bo'ldi. Universitetlar uchun IELTS 8 yoki 8,5 yoki 9 lik umuman ahamiyatga ega emas. Aksariyat holatlarda 7 ni o'zi yetarli bo'ladi. Uchinchi bizdagi xatoyimiz bu activitylarga e'tibor bermaslik. O'zbekiston sharoitida yoki umuman o'zi Osiyo davlatlarida ko'pincha maktab o'quvchilarining akademik natijalariga ko'p jiddiy e'tibor qaratiladi. Akademik natijalar ham juda ham muhim. Ya'ni baholari zo'r bo'lishi, masalan, IELTS'ni vaqtida kerakli ballni olib qo'yishingiz, shuningdek boshqa fanlar bo'yicha bilimlaringiz yaxshi bo'lishi, sohangizni yaxshi bilishingiz, sohangiz bo'yicha fanlarda masalan olimpiadalarga qatnashgan bo'lishingiz, tanlovlarda qatnashgan, faol bo'lgan bo'lishingiz va hokazo. Lekin akademik bo'lmagan boshqa narsalarga ham biz e'tibor qaratishimiz kerak. Universitetlar albatta bu narsani qadrlaydi va har bitta universitetda o'zini qadriyatlari bo'ladi. Shu universitetlardan kelib chiqib agar biz maktabdan tashqari qiladigan ishlarimizni to'g'rilasak, bu narsani activities deymiz, kimdir portfolio deb tushunadi. Mana shu narsada biz yutishimiz mumkin bo'ladi. Olimpiadalar akademik natijalardan tashqari, demak, qanaqadir yaratuvchi mindset bilan harakat qilishimiz mumkin. Masalan, IT bo'yicha yoki computer science bo'yicha topshiradigan o'quvchilarimiz sayt yaratishi, biror bir loyihaga boshchilik qilishi yoki masalan injener bo'lmoqchi bo'lganlar robototexnika bilan shug'ullanishi mumkin. Xo'p, iqtisod, ekonomika yoki moliya yo'nalishlarida o'qimoqchi bo'lganlar ishlab ko'rishi mumkin biror joyda yoki yangi qanaqadir tizimlarni yaratishi mumkin, yangi yondashuvlarni yo'lga qo'yishi mumkin. Bu o'sha yaratuvchanlik bilan bog'liq bo'lgan. Shuningdek, ijod bilan bog'liq bo'lgan aktivitelarimiz bor. Bular ham zarar qilmaydi. Umumiy o'sha 2-3 xil yo'nalishdagi aktivitani tanlab, shu bo'yicha topshirishimiz mumkin. Aktivitani men o'zim tavsiya qilaman maktabdan tashqari, demak 2 tadan maksimum 8 tagacha, 7 ta 8 tagacha qilishi. Bu haqda yana keyinroq gaplashamiz. Va to'rtinchisi o'zi umuman olganda application nimaligini, admission nimaligini, jarayon qanaqa bo'lishini, qancha vaqt olishini, qanaqa bosqichlardan o'tish kerakligini bilmaslik. Bu o'sha birinchisi bilan ozgina bog'liq. O'sha bilmaganimiz uchun ham biz kech qolamiz. Mana shu narsani bilmagan bo'lsangiz, o'rganib olmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri joydasiz. Mana shu videoda hozir gaplashib ketamiz. Bizda asosiy muammo bu bilimsizlik yoki dangasalik, boshqa narsamiz. Bizning yoshlarimizda bularning hammasi juda ham yaxshi darajada, iqtidorli yoshlarimiz juda ham ko'p, lekin tizim yo'qligi bu muammo. Tizim yo'qligi, reja yo'qligi va ustoz yo'qligi. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha sizga to'g'ri xarita tuzib beradigan. Aslida admission, ya'ni universitetlarga topshirish va grant yutish jarayoni bu alohida fan va bu bilan jiddiy shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Birinchi, shug'ullanishdan oldin formulasini tuzib olaylik, xaritasini men taxminan sizga tuzib berishga harakat qilaman. Admission jarayonini boshlash uchun eng optimal vaqt bu 9-sinfi boshlari. Agar masalan top universitetga harakat qilayotgan bo'lsangiz yoki men top 100, top 300 menga to'g'ri keladi deydigan bo'lsangiz, 10-sinfdan ham boshlasangiz bo'ladi. 11-sinf lekin ikkala holat uchun ham juda ham kech. Demak, birinchi navbatda biz universitetlarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Topshirishingizdan 1 yil, 2 yil kerak bo'lsa 3 yil oldin universitetlarni tanlashingiz mumkin. Top 100 ichidagi universitetlar ko'p ham reytingda pastga tushib ketmaydi. Shuning uchun hech bo'lmasa mana shu universitetlarni tanlab qo'yib, pastroq reytingdagi universitetlarni keyin ham qo'shsangiz bo'ladi. Bu birinchi qiladigan ishimiz. Universitet tanlashga e'tibor berasiz. Sohangizga to'g'ri keladimi? Grant imkoniyatlari qanaqa, o'zi 100% grant beradimi, yo'qmi? International, ya'ni xalqaro talabalarga o'zini ichkisiga hammasi ham beradi. Faqat bizga beradimi, yo'qmi, shu narsani aniqlashingiz kerak. Albatta o'zining veb-saytidan, ChatGPTdan emas. Hudud, joylashuv hududi qanchalik xavfsiz, qanchalik qimmat, arzon yashash va hokazo, bu narsalarni albatta inobatga olib qo'yasiz kelajak uchun. Va bitiruvchilar qanaqa imkoniyatlarga ega bo'ldi yoki qanaqa imkoniyatlarga ega bo'ladi, universitet o'zining takliflari qanaqa, bitirgandan keyin qayerda ishlasa bo'ladi, taxminan qancha topsa bo'ladi. Bu narsani albatta
ko'rib qo'ying, universitetni bitirganingizdan keyin qanaqadir nima desam bo'ladi, yoqimsiz syurprizlar bo'lmasligi uchun. Bu birinchi ishimiz. Universitet tanlash. Men sanab bergan narsalar faqat tanlashingizda kategoriyalar. Agar sizni boshqa o'lchovlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shular bo'yicha universitet tanlab olishingiz mumkin. Buni albatta alohida ro'yxat qilamiz. Kamida 10 tadan 15 tagacha universitet ro'yxatini boshida qilib qo'yishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Universitetga topshirishingizda ham taxminan shu oraliqni olasiz. Endi ikkinchisi talablari bilan tanishish. Universitetlarni ro'yxat qilganingizdan keyin har bittasini talabini ko'rib chiqasiz. Talablarni biz 6 ta narsa bo'yicha o'lchaymiz. Har doim bir narsani aytib kelaman. GPA maktab baholaringiz, SAT, IELTS, demak personal statement, ya'ni essay, insho qanchalik muhim, kirganlarning insholari qanchalik zo'r, tanishib chiqasiz bu narsa bilan. Internetda topsa bo'ladi. O'zini veb-saytlariga ham joylashadi bu narsani. Recommendation letters, ya'ni tavsiyanomalar qanaqa bo'lishi kerak, nechta bo'lishi kerak, kimdan bo'lishi kerak va albatta 6-inchisi activities. Universitet nimani ko'proq yaxshi ko'radi, nimani ko'proq qadrlaydi? Akademik natijalarni, olimpiadalarda qatnashganlarni yoki sport bilan shug'ullanganlarni yoki musiqiy ijod tanlovlarida qatnashganlarni yoki ijtimoiy foyda keltirgan insonlarni. Mana shu narsani tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Qaysi aktivite turlari qaysi universitetga ko'proq ma'qul kelishini bilishingiz uchun. Chunki har bir universitetda o'zini har xil xohishlari bo'ladi. Aniq talab qilib qo'ymasa-da, qabul qilgan o'quvchilarni ko'rsatkichlaridan bu narsani tushuna olsangiz bo'ladi. Mana shu 6 ta kategoriya bo'yicha aniq bilib olganingizdan keyin harakatingizni boshlaysiz, aniq yo'l xaritasini tuzasiz. Bu bo'yicha sizga kimlar kerakli bo'lishini aniqlab olasiz. Chunki har bitta mana bu yoqdagi bosqichda sizga odamlar kerak bo'ladi. Maktab baholaringizni yaxshi qilishingizda kerak bo'ladi. Maktab o'qituvchilaringiz bilan bu bo'yicha ishlashingiz kerak. SAT natijangizni yaxshilash uchun sizga albatta ustoz kerak. Self-study bilan zo'r natija qilgan o'quvchilar bilmadim, 1000 tadan bitta bo'lsa kerak. IELTS bunga albatta sizga ustoz kerak bo'ladi. Ayniqsa ingliz tili darajasi pastroq bo'lsa. Xo'p, personal statement albatta ustoz kerak bo'ladi. Bu oddiy insho emas, bu masalan bir kunda, bir haftada hatto yoziladigan insho emas. Bunga albatta ustoz kerak bo'ladi. Personal recommendation letters buni o'zingiz yozmaysiz, hattoki buni o'qituvchilar sizga yozib berish kerak. Activity'larni ham qilishingizga sizga odam kerak bo'ladi. Uni topib beradigan, unga yo'nalish beradigan, sizga bunda yordam beradigan. Umuman olganda jarayonni siz o'zingiz qilmaysiz. Ya'ni bir o'zingiz qilmaysiz. Bu jarayonda biz bilib olishimiz kerak, GPA, SAT, IELTS birinchi bo'lib hal qilinadigan narsalar. Maktab baholaringizni birinchi to'g'rilashingiz kerak. SAT natijangizni olishingiz kerak, keyin masalan IELTSni olsangiz bo'ladi. IELTS o'z oxirida qilsa ham bo'ladi. Lekin masalan agar ko'ngil xotirjam bo'lsin desangiz, mana shu 3 ta narsani boshida qilib qo'yishingiz mumkin. Chunki bular aniq konkret natijalar. Bularni hatto odam ko'rmasligi mumkin. Universitetlar qabul qilayotgan abituriyentlar soni juda ham ko'pligi sababli bu narsalarni hattoki sun'iy intellekt orqali saralab tashlashi mumkin. Ya'ni natijalaringiz o'rtachadan baland bo'lishi kerak. O'shanda o'sha filtrdan o'tib ketasiz. Keyin sizni boshqa narsalaringiz ko'rib chiqadi. Ya'ni eshikdan kirib olishingiz uchun mana shu narsalar kerak. Xo'p, endi lekin boshqa narsalarni salgina mavhumlik joylari bor. Chunki biz bilamiz maktab bahosini qanaqa to'g'irlashi, SAT'ni qayerda o'qishni bilamiz. Bu albatta Hero Academy. IELTSni qayerda o'qishni bilamiz. Buni ham Hero Academy'da o'qisangiz bo'ladi. Lekin keyin savol tug'iladi. Masalan, biz bahoyimiz zo'r, SAT'imizni zo'r olib qo'ydik, IELTS'imizni ham masalan 7.5 olib qo'ydik. Endi nima qilamiz? Kimga murojaat qilamiz? Qayerga boramiz? Kim bizga o'rgatadi qolgan joyni? Chunki personal statement aytganimdek bu bir kun bir haftada bo'ladigan narsa emas. Bunga sizga ustoz kerak, bunga o'quvchilari top universitetlarga kirib yurgan odam kerak sizga o'rgatish uchun. Undan keyin bizda nima bor? Recommendation letters buni hatto siz yozmaysiz, o'qituvchilaringiz yozadi va albatta activities. Buni ham topish unaqa oson emas. To'g'ri activity'ni to'g'ri vaqtda topish uchun sizga albatta insonlar kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu joyda ko'pchilik qiynaladi, mana shu joyda ko'pchilik yutqizadi. Chunki juda ham ko'p bizda insonlar, o'quvchilar yil davomida SAT'da masalan 1400, 1500 hatto plus natijalar hozirgi vaqtda qilyapti. Natijalarimiz o'rtacha o'sgan. IELTS'larimizda deyarli hozir muammo yo'q. Qayerga borsangiz ham sizga masalan 1 yil, 1,5 yil ichida 0 darajadan ham IELTS 7 ga olib chiqib bera olishadi. Baholarimizni ham bemalol to'g'irlasak bo'ladi. Ayniqsa o'sha davlat oddiy maktablarida bahoni to'g'irlash unaqa muammo emas. Lekin qolgan narsalarda biz qiynalamiz. Top universitetlarga kirish bu test emas. Bu qaysidir ma'noda umumiy bitta strategik jarayon, bu sizni hayot tarzingiz bo'lib qoladi. Universitetga topshirishingizdan 2-3 yil oldingi
vaqt muddat davomida. Mana shu hayot tarzini to'g'rilab, to'g'ri insonlar bilan bog'lashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu joyda sizga bitta katta yangiligimiz bor. Xudo xolisa, birinchi soniyalardan keyin qisqacha tanishtirib ketaman. Shu vaqtgacha biz Hero Academy'da o'qib natija qilgan o'quvchilarga yoki mana o'zimda Hero ochilishidan oldin o'qib natija qilgan o'quvchilarga universitetlarga topshirish bo'yicha umumiy maslahatlar berganmiz, yo'nalish ko'rsatganmiz, yozgan narsalarni ko'rib berganmiz va umuman olganda bir qismi, yaxshigina qismi universitetlarga kirib, hozirgi vaqtda 10 dan ortiq davlatlarda o'qib kelishyapti. Lekin biz bu narsani endi tizimlashtirmoqchimiz. Chunki mana shunaqa muvaffaqiyatli holatlar bilan birgalikda zo'r natijasi bilan O'zbekistonda qolib ketgan o'quvchilar ham afsuski oxirgi yillarda ko'p bo'ldi va bu faqat bizda emas, bu butun O'zbekiston bo'yicha deyarli hamma ko'zga ko'ringan o'quv markazida shunaqa natijasi zo'r, lekin hozirgi kunda O'zbekistonda o'qib qolib ketgan o'quvchilar bor. Mana shu narsani bartaraf qilish uchun SAT natijalariga ega IELTS'larni ham masalan yo'lga qo'ygan yoki hozirgi vaqtda o'qiyotgan, SAT'sini ham hozirgi vaqtda zo'r berib tayyorlanayotgan o'quvchilarimiz uchun maxsus Top Grants Admission kursini yo'lga qo'ydik. Buni Top Grants deb nomlashimizning sababi chunki biz faqat grantlarga harakat qilamiz va faqat top universitetlarga harakat qilamiz. Shu vaqtgacha biz SAT'ni ham IELTS'ni ham o'rgatganmiz. Shu vaqtgacha universitetga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, akademik jihatdan hammasini biz o'quvchilarimizga qilib berishga harakat qilganmiz. Endilikda ikkinchi bosqichdagi hujjatlari bilan ham, ikkinchi bosqichdagi jarayonlar bilan ham o'zimiz o'quvchilarga to'g'ri yo'l ko'rsatmoqchimiz va bu uchun bizda juda ham kuchli mutaxassislarimiz bor. Top Grants Admission kursini ichida nimalar bor va biz bu kurs davomida nima qilamiz, qancha vaqt davom etadi, qanaqa natijani biz o'quvchilarimizdan kutamiz. Birinchi navbatda biz boshlang'ich 2 haftada har bitta o'quvchini profilini o'rganib chiqamiz. U qanaqa o'quvchi, kuchli tomonlari, zaif tomonlari va shunga qarab universitetlarning ro'yxatini tuzamiz. Va aynan mana shu vaqtdan boshlab o'quvchilarning o'zini shaxsiy hikoyasini tuzishni boshlaymiz. Chunki bu shaxsiy hikoya keyinchalik bizadagi har bitta bosqich uchun kerak bo'ladi. 3-4 haftalarda esa personal statement, ya'ni asosiy inshoimizni yozishni boshlaymiz. Uni hamma sirlarini o'rganib chiqamiz. Umumiy strukturasi, inshoni qanaqa boshlash, huquq qanaqa bo'ladi, uni yakuni, xulosasi qanaqa bo'ladi. Mana shu narsani ko'ramiz va birinchi draftini yakunlaymiz, ya'ni inshoni birinchi holati. Lekin bu degani hammasi emas, chunki umumiy kurs davomida va kursdan keyin ham o'quvchilarimiz bu inshoni kerak bo'lsa 5 martadan 10-15 martagacha o'zgartirib qayta yozishlari kerak bo'lishi mumkin va bu jarayonda to'liq siz bilan bizning mentorlarimiz shug'ullanadi. 5-6 haftalarda esa qolgan demak elementlarga o'tamiz. Birinchisi bizda supplemental essays, ya'ni asosiy personal statementdan tashqari qo'shimcha insholar bo'ladi. Nisbatan kamroq qoladigan, lekin ular ham juda ham muhim. Xo'p, boshqa demak activity topishga harakat qilamiz, qidiramiz. O'quvchilarimizni imkoniyatlaridan kelib chiqib, ularning kuchli tomonlaridan kelib chiqib va tanlagan universitetlardan kelib chiqib, to'g'ri activity list qilamiz ularga va shug'ullanishni boshlasalar ham bo'ladi. Aniq bitta ma'lum vaqt beriladi va topshiradigan vaqtigacha o'quvchilarimizda kamida 5 ta 6 ta yaxshi activitysi bo'ladi. Qaysi universitetlarga topshirib grant yutish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Oxirgi haftalarimizda esa demak intervyularga tayyorlaymiz. Ba'zi universitetlar alohida intervyu qiladi. Demak, o'quvchilarni hamma hujjatlarini, yozma hujjatlarini ko'rib chiqqandan keyin og'zaki intervyu qiladi. Mana shunaqa holatlarga tayyorlanamiz. Demak, biz yozgan personal statement hamda supplemental essaylarimiz, insholarimiz yana qaytadan ko'rib chiqamiz, kamchiliklarni to'g'rilaymiz, umumiy analiz qilamiz va ikkinchi, uchinchi draftlarni yaratamiz. Va oxirgi kunlarda esa umumiy application bizni portfolimizni ko'rib chiqamiz. Nimalar bor, universitetga topshirguncha nima qilish kerak va hokazo. Shunga ko'ra hamma narsani tuzib chiqishga harakat qilamiz, hurmatli o'quvchilar. Bu guruhlarimiz bizda mart oyidan boshlanyapti. Universitetlarga topshirishga hali vaqt bo'lsa-da, yilni boshidan qancha erta boshlaydigan bo'lsak, qolgan narsalarga shuncha ko'p vaqtimiz bo'ladi. O'zimizni personal story'imizni yangilashimizga, essayimizni yangilashimizga, uni to'g'rilashimizga, kamchiliklarni to'g'rilab kiritib ketishimizga shuncha ko'p vaqtimiz bo'ladi. Shuning uchun bu kursimiz yil boshidan boshlanyapti. Keyin o'quvchilar bitta narsani aytib ketishim kerak. Biz buncha erta, ya'ni yilni boshidan mana shu harakatimizni yo'lga qo'yishimizdan yana bitta maqsad bu albatta bizdagi yangi loyiha.
Endilikda rasman Hero Academy 1000 ta grant loyihasini yo'lga qo'yapti. Nimaga bu 1000 ta grant? Loyihani maqsadi nima? Qanaqa qilib bu narsamizni amalga oshirmoqchimiz? Hozir shu haqida qisqacha. Birinchi navbatda men sizni hurmatli o'quvchilar tabriklab ketmoqchiman. Birinchidan sizga katta rahmat videoni mana shu qismgacha ko'rganingiz uchun va ikkinchidan nimaga tabriklayapman? Chunki 1000 ta grant loyihasini biz bundan oldin hech qaysi ijtimoiy sahifalarimizda hech qayerda e'lon qilmadik. Aynan mana shu YouTube videoni o'zida birinchi marta e'lon qilinyapti va siz birinchilardan bo'lib va bizni 1000 ta grant yutadigan o'quvchimizni birinchisi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bu grant loyihamiz qanaqa ishlaydi? Biz xudo xolasa 5 yil davomida umumiy top 300 universitetlardan kamida 70% dan 100% gacha grant yutgan o'quvchilarning sonini 1000 ta qilishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz va birinchi yil uchun biz 100 ta o'quvchidan boshlashni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgilab qo'ydik. Shu uchun ham hurmatli o'quvchilar, sizda aynan hozir imkoniyat bor. Mana shu birinchi yildagi 100 ta grantimizni eng dastlabki egalaridan biri bo'lishga. Bu top universitetlar endilikda orzu emas, bu strategiya, buni aniq yo'li bor va yetarlicha vaqt, mehnat va ozgina xarajat bilan siz o'zingiz xohlagan universitetga kerak bo'lsa 100% grant bilan o'qishga kirib ketib olishingiz mumkin. Hero Academy bilan orzular reallikka aylanadi. Ayni vaqtda siz 9-10 sinf o'quvchisi bo'lsangiz, aynan sizga bu kurs juda ham mos. Undan oldingi sinfdagi o'quvchilarimiz ham 7-8 da o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham bemalol bu kursga qo'shilib harakatni hozirdan boshlashlari mumkin. Agar 11-sinf bo'lsangiz, biz sizga gap yera olishni tavsiya qilgan bo'lardik, ya'ni 1 yil yo O'zbekistonda o'qib turish yoki umuman 1 yil hech qayerda o'qimasdan keyingi yilga harakat ko'rish. Chunki chetda universitetda o'qimoqchi bo'lgan o'quvchi bu yoqda 1 yil yo'qotishdan hech qachon qo'rqish kerak emas, chunki biz grantga harakat qilyapmiz, hurmatli o'quvchilar. Admission kursi haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda biz ma'lumotlarni qoldiramiz, telefon raqamlar va bizning ijtimoiy sahifalarimiz, shuningdek administrator akkaunti. Yozib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu kursimiz ham hamma uchun imkon qadar hamyonbop narxda qilishga harakat qilganmiz. Top Grant Admission kursimiz yana bitta katta plyusi va boshqa kurslardan farqi shundaki, biz bu kursga yaqinda o'zi o'qishga grant bilan kirgan yoki o'quvchilari endi chiqib kelayotgan mutaxassislarni emas, balki 5 yildan beri mana shu sohani ichida yurgan va ayni vaqtda 156 nafar o'quvchisi dunyodagi 10 dan ortiq mamlakatlardagi top universitetlarda full tuition, ya'ni to'liq kontraktni qoplaydigan va full ride, to'liq hamma xarajatlarni qoplaydigan grant bilan o'qib kelyapti. Bu mutaxassisimiz bizda Abdulaziz Sharopov biz bilan demak hamkorlik qilishga rozi bo'ldilar va xudo xohlasa siz mana shu kishidan aynan top universitetlarga 100% grantga qanaqa qilib kirish mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni, kirish sirlarini to'liqligicha o'rganib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz kurs davomida. Ayniqsa personal statement, ya'ni inshoni zo'r qilib yozishni o'rganib olasiz.